Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sizlarga yana bir xonadonga usturilib turgan mevalarimizni obzor qilib ko'rsatib beramiz. Bu mevalarimiz xo'p, o'rtalari krashkinlik, tepasi, pasti akril, tepasi profil oyna qilib beramiz. Bu mevalarimiz bu chekkadan u chekkagacha razmerimiz 8 metr joyga o'rnatib beramiz. Ko'rinishi kichkina bo'lishi mumkin, lekin bu yerda ikkita perefos bo'lgani hisobiga, burilgani hisobiga kichkina ko'rinyapti. Bunimiz yerdan balandligi 3 metrga joylab berganmiz. Xo'p, bunimiz o'rtalari krashkinlik, chiroyli holatda, vakuum shamlilar o'z tortib oladi. Bu yerda mana qaradovlanimiz o'g'il tangimdan qo'yib berganmiz. Bemalol og'ir yukni ham ko'taradi, 40 kg, 50 kg ko'tara oladi. Bu mo'ykalari ham original zo'ridan qo'yib berganmiz. Bu yerga xolodilnikka joy tashlab ketganmiz. Bu yerga ham chiroyli holatda xolodilnik tushadi. Bu yerga esa o'stiribini qilib berganmiz. Bu yerda mana o'stiribini ham eshiklari vakuum, bir yoqqa taqqa o'zi tortib oladi chiroyli holatda. Bu mevalarimizni bir pagona metrini 5 milliondan tayyorlab berdik. Kimga shunday chiroyli mevalar kerak bo'lsa, aloqaga chiqarsa, nomerlar qoldirib qo'yamiz.